Men sizlarga quyidagilarni aytamanki, kelgusida sizlar Kiyevni bombardimon qilasizlar. Bu sizlarning rejalaringizda bor. NATOning rejalariga yozib qo'yilgan. Vaqti, oy, kunlari yozib qo'yilgan. Sizlar esa hech narsani bilmagandek yosh bolalarcha kulib turibsizlar. Sizlar aytasizlarki, bu bo'lmaydi. Bu esa bo'ladi. Pribaltika ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, pribaltikaliklar chamadonni yig'ishtirib qochishni boshlashdi. Muxbirlar allaqachon bilishadi ruslarning ustidan kulish qanday bo'lishlarini. Shuni oldindan aytib qo'yish kerakki, urush Ukraina hududida bo'ladi, Qrim uchun. Zakavkaziyada Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida urush bo'ladi. Armanistonni G'arb qo'llab-quvvatlaydi va Gruziyani Abxaziyaga qarshi ular qo'llab-quvvatlaydilar. NATO albatta buni amalga oshiradi. Men buni sizlarga Yevropa markazida turib aytyapman. NATOning urushdan boshqa maqsadlari, rejalari yo'q. Ularning asosiy maqsadlari Rossiya bilan urushish. To'g'ridan-to'g'ri urushga ular qo'rqishadi. Shuning uchun ular Rossiya hududi yaqinidagi mamlakatlarga hujum qilishadi. Kavkaz, Bolqon davlatlari, Yaqin Sharq va Uzoq Sharq. To'g'ridan-to'g'ri urushga ular bormaydilar. Lekin ular Ukraina, Belorussiya va Kavkaz orqali Rossiyani siquvga oladilar. Bu umumiy tendensiya. Napoleon ham qachonlardir shunday qilgan. Lekin u adolatli bo'lgan. U to'g'ridan-to'g'ri qo'shini bilan Moskvaga kelgan va Moskvani yoqib ketgan. Gitler ham shunday adolatli qilgan. To'g'ridan-to'g'ri tanklar bilan kelgan. U Moskvagacha yetib kelgan, lekin unga bu ish amalga oshira olmagan. NATO ayyorlik qiladi. Uning maqsadi Rossiyani qo'lga olish, Rossiyani yo'q qilish. Gitler xohlagan narsani ular allaqachon qilib bo'lishdi. SSRni maydalash, iqtisodiyotni yo'q qilish, armiyani yo'q qilish. Xullas, Gitler xohlagan narsani NATO allaqachon 70% amalga oshirib bo'ldi. Faqat hali NATO bayroqlari Moskvada hilpiramayapti. G'arb davlatlari birovlarning puliga yashaydi. Bu mintaqa birovlarning puliga yashaydi. Ular sun'iy mamlakatlar. U haqiqatan chirayotgan mamlakatlar. Leninni hurmat qilmasam ham u aytgan edi. Bu G'arb davlatlari chirayotgan mamlakat. Ular parazit mamlakatlardir. G'arb butun dunyoni qiynaydi. Uning yashashiga sabab butun dunyo davlatlari qiynalganligi uchun. 6 milliard aholi, 500 million G'arb davlatlari aholisi mazza qilib yashashlari uchun qiynalishadi. Hamma urushlarning boshida G'arb davlatlari turadi.